Assalomu alaykum ada, keldim. Soxta kelin qani? Tushunmadim. Nimani tushunmayapsan? Ha? Bizni ahmoq qilganingni tushunmayapsanmi? Yoki masxaraboz kelinni olib kelganingni tushunmayapsanmi? Gapir. Ada, hozir hammasini tushuntirib beraman. Bizaga hammasini Mahmud tushuntirib beradi. Yasminning gaplari to'g'rimi? Hammasi to'g'ri. Orasidagi sevgidan boshqa. Unga sevishingni ayt. Demak, muhabbatinglar yolg'on emas ekanda? Demak, yolg'on sevgi chinga aylanibdi-da. Unday bo'lsa, sevdi biz uyimizda kelinligicha qoladi. Adolat qaror topdi, lekin kimdir mendan fikr so'radimi? Bir qarasa qayda orasizlar, bir qarasa kelin qilasizlar. To'g'ri kambag'al bo'lishi mumkin. Lekin o'yinchoq emasman. Meni kechiring. Sevdi. O bola, shu qizni yaxshi ko'rasanmi? Unda nega qarab turibsan? Chop orqasidan galvars. Sevdi. Tavsiya zo'r ekan. 50 ming berib tur, yo'lgaram yetmayapti. Yo'l kira nech pul ekan? 60 ming. Sen qatdan xodlanishni topib olasan? Sen buni ta'mini bilmaysan. Nega bilaman? Nimani ta'mi? Sevgi ta'mi. Oppa, sevgi. Bosh harfi S, sevdi. Ta'mi, oxirgi harfi I. Ilyos. Demak, xodlanch. Sevdi va Ilyosning sevgi ta'mi. Dadasi, sevdi qaytarmikan, ha? Agar o'g'ling menga o'xshagan bo'lsa, qiz qaytadi. Meni yoshligim esingdami? Siz qandoqsizki, meni esimdan chiqsa.